do'stlar, qaranglar, dachamizga kirgan shunaqa mana so'slar qo'yib qo'yilgan. Eng главныйsi dachamiz puliga stoyt dacha. Sizlarga zo'r narxda aprel oxiridan gaplashib qo'ydim. Zimniy basseynimiz 12 ga 6. O'ta finskiy saunamiz bor. Saunamiz ishlash jarayonlari zo'r. Chunki yangi qilingan saunamiz. Qaranglar. Hamma sharoitlari bor. Xo'p, bu dachamizdan narxiga to'g'ri keladigan bo'lsak, ish kunlari 1 milliondan gaplashdim. Shanba, yakshanba kuni o'zingizlar bir telefon qilib bog'lanasizlar narx-navosi bo'yicha. Oilam bilan tozacha dam olaman degan uchun bemalol tavsiya qilaman. Kuxnalarni qarang, shunaqangi приятный, shinamgina joy, уголок mebellar va bu tomonimizda 2 kishilik двухспальныйimiz kattalar uchun dachamizda общий 2 ta spalniyimiz bor. Bu 4 kishilik kavat qo'yib qo'yilgan. Akvariumlari bor, mazza qilib dam oladi. PlayStation, kolonka, Wi-Fi hamma sharoitlari bor. Do'stlar, dachamizni men bemalol tavsiya qilaman. Oilasini, yaqinlarini ochiq qilib dam oldiringlar. Lekin dacha top toza, faizli dacha. Qarang, bu yerda tapcham bor, yaqin joy bilan tapchanligi, qozonchoq, hamma narsa ishlab turibdi, gazlashtirilgan. Pastda egran nomerini qoldirma, bemalol telefon qilib bog'laninglar. Dacha haqiqatan ham zo'r.